uchta o'g'ilni qanaqa qilib asablarim buzilmasdan, urmasdan katta qilayotganim haqida aytib beraman. Bu juda ham oson. Axir bolalarni urib bo'lmaydi, urishib bo'lmaydi. Bunda menga sehrli tapochka yordamga keladi. Sehrli tapochkani kuchi shunchalik zo'rki, hamma ishlarni bittada qilib tashlashadi. Hatto kichkinam anqayib qolib, indamay hamma ishlarni bajaradi. Sehrli tapochka yordamida asablarim va jag'im tinadi va maza qilib dam olaman. Sehrli tapochkadan yoshligimda men ham yeb turganman. Ushbu tapochkani kuchi bilan hamma ishlarimga uspet qilaman. Negativlarni fikricha kir tog'oram bilan ovqat qiladigan tog'oram bitta ekan. Yo'q, mana bu kir tog'ora, bular esa ovqat uchun ishlatiladigan tog'orachalar. Farosatim hali it yeb ketmagan tog'orachalarim juda ham ko'p. Kir uchun shunaqa alohida tog'oracha qilib qo'yganman xolos. Ro'zg'orim uncha katta emas, faqat bolalarning kiyimlarini va naskilarini oqartirishga kichkina tog'oracha yetadi. Bunga menga har doim Bavi yordam beradi. Bavini bemalol kirlarni ivitishda foydalansanglar bo'ladi. Har qanaqa dog'larni oson ketkazib beradi. Undan tashqari kir mashinada ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Rezultatini ko'rib turibsizlar. Oppoqqina qilib qo'ydi. Qop-qora yag'ir naskilarni rangli kiyimlarga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Faqat alohida yuvsanglar rangi bir-biriga